Shohruh aka, 2 marta reytingdan 9 olgan ekansiz. Bu uchun qanaqa yo'lda tayyorlangansiz? 3 ta etapda o'rganganman. Xoh levelingiz 4.5 bo'lsin, xoh bu yerda 7 bo'lsin, mana shu plan bo'yicha yuradigan bo'lsangiz, o'smasligingiz iloji bo'lmaydi. Videoni saqlab qo'ying, planni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Nega shu tartibda o'rganishingiz kerak ekan? Hozir bitta misol bilan tushuntirib beraman. Siz agar olma yemoqchi bo'lsangiz, buni olib deb hammasiga tiqmaysiz, sig'maydi. Siz buni mayda bo'laklarga bo'lishingiz kerak bo'lar ekan. Readingni o'zida ham sizda xuddi shunaqa. Siz agar full testni o'zi bilan ishlashni boshlasangiz, katta xato qilgan bo'lasiz. Siz birinchi o'rinda alohida passage 1 ni, passage 2 ni va passage 3 ni ishlab chiqishingiz kerak ekan. Chunki ularga har bittasiga yondashuv har xil. Maslahati minimum deganda 20 tadan alohida ishlab chiqish ekan. Lekin passage ni o'zi ham bizda bir-biriga bog'liq bo'lmagan savol turlaridan iborat ekan. Demak, siz savol turlaridan birinchi o'rinda ishlashni boshlang. 50 ta misol uchun true false not given, 50 ta yes no not given, 50 ta multiple choice va hokazo ishlab chiqadigan bo'lsangiz, shunaqa darajaga erishayotgansizki, o'zingizga o'zingiz bu yerda ustoz bo'lasiz. Kerak bo'lsa, so'zlarni tarjimasini bilmasangiz ham, siz o'sha javobi nimaligini his qilishni boshlaysiz. Chunki official Cambridge kitoblarining o'zini alohida taktikasi, texnikalari bo'lar ekan, his qilishni boshlayotgansiz. Agarda mana xuddi shunaqa savol turlariga va passagelarga bo'lingan kitoblarni olmoqchi bo'lsangiz va o'sha kitoblarni qanaqa ishlatishni bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tinglar. Men u yerda darsliklarni va kitoblarni yuklab qo'yganman. Telegramda ko'rishguncha. Ciao for now.